Do'stlar, bugungi lokatsiyamiz Mirobod Oybek metro yaqinida joylashgan 4 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan xonadon, 9 qavatli binoning 3-etajida joylashgan, o'zining alohida avtoturargohiga ega. Bu birinchi xonamiz, zal qismimiz. Bu zal qismimizda mebel texnika ko'rib turgan hamma mebel texnikalaringiz qoladi. Sifatli mebellar, konditsioner, oynalarimiz akfaga o'zgartirilgan hamda panjaralar o'rnatib qo'yilgan. Bu esa bizning koridor qismimiz, eshikdan kirishimiz. Koridorni o'ng tomonida bizning yotoqxona joylashgan. Yotoqxonamiz kengina, ko'rib turganingizdek. Yotoqxonamiz oldingi periplanirovka holatida 2 xona bo'lgan, 1 xona qilib kengaytirilgan. Bemalol kattaroq oila bo'ladigan bo'lsa, 2 xona qilib o'zgartirilsa bo'ladi. Bu yo'lak bo'ylab to'g'ri kelganimizda o'ng qo'limizda bizni yotoqxonalarimiz kutib oladi. Bu bizning bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi. Uning yonida bizning sanuzelimiz, ya'ni vannamiz. Hammom va vanna xonamiz alohida. Bu bizning hojatxona qismimiz. Bu esa bizning oshxonamiz. Oshxonamizda hamma mebel, texnikalar, jihozlar bilan jihozlangan. Kengina. Oybek metro yaqinida joylashgan ushbu 3 xonali xonadonimiz uyning egalari tomonidan 165 ming deyilyapti. Bundan tashqari xonadonimiz ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, uyning egasi bilan savdolashangiz bo'ladi. Shunaqangi sifatli xonadon kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying.